Sizga tavsiya etamiz Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatli va a'lo darajada. Mana bu sim kartalarni bilsangiz, mana ana bu sim kartalarni bez pasport ko'chalarda, aeroportlarda va mashinalarda va boshqa yerlarda tarqatishadi. O'tgan safar bitta videoda ko'rdim, unaqa sim kartalarni olmanglar deb chiqibdi. Azizlar, men doimo to'g'ri va toza fikr berishga harakat qilaman. O'z fikrimdan, o'z fikrlash doiramdan kelib chiqib, bu sim kartalarni nega bepul tarqatishadi? Sizga savol. Hamma bu savolga hozir shu yerdan pul o'g'irlaydi yoki bo'lmasa boshqa degan gaplarni aytadi. Lekin bu gaplarda ham zarrachalik haqiqat bor, ammo buni tarqatishning maqsadi boshqa. Azizlar, sizlarga hozir tushuntirib o'taman. Mana bu sim kartani olganingizdan so'ng mana yozib qo'yilgan bir oyga 300 rubl ekan. Bir oyga 300 rubl yo'qish uchun 50 rubl tashlash kerak ekan. Azizlar, buni nega bepul tarqatishadi? Men sizlarga hozir tushuntiraman. Bu sim kartalar firmalarning nomiga olingan bo'lib, misol uchun Yandex taksi firmasi mana shu sim kartadan millionta sotib oladi, o'zini firmasining nomiga oformit qiladi. Mana shu sim kartani o'zini firmasining nomiga. Firmasiga oformit qilgan holda ko'chaga olib chiqib tarqatadi bu narsani. Tarqatishiga sabab u o'z reklamasini va boshqa reklama beruvchilarning reklamasini SMS tarzida sizga jo'natib turadi. Agar bu sim kartadan ishlatgan odamlar bo'lsa, bunaqa reklamalarni bir yo ikki marta ko'rmagan. Shunga o'xshab Yandex taksi, Zolotaya korona, perevod, shunga o'xshab o'zbeklarga aloqasi bor. Aeroportga borib kelishga mumkin bo'ladi. Misol uchun pul jo'natish bez komissiya yo'li bor deydi. Yoki bo'lmasa boshqa variantli reklamalar. Mana bunaqa sim kartalar o'z firmasining nomiga sotib olib, o'z firmasining nomiga millionlab sim kartani aktivatsiya qildiradi. Va bu sim kartalarni ko'chada reklama odamlarning qo'liga yetib borsin, birdaniga biz reklama chiqargan paytimiz deb reklamani ulab qo'yadi. Azizlar, buning ichidan hech qachon pul o'g'irlanmaydi. Qachonki siz bu sim kartani olganingizdan so'ng kompaniyaga telefon qilib mana bunga yo'qilgan barcha pullik xizmatlarni o'chirib bering desangiz, abonent to'lovidan tashqari ular sizga o'chirib berishadi. Shundan so'ng sim kartangiz xuddi pasportga sotib olgan sim kartangizga o'xshab bemalol, xavfsiz va tejamkor ishlashni boshlaydi. Azizlar, bu sim kartani yagona xavfli joyi bular kuyib qolsa, sim kartangizni yo'qotib qolsangiz yoki boshqa narsa bo'lib qolsa, bu sim kartani tiklay olmaysiz. Sababi bu sim karta firmaning nomiga olingan, sim kartani tiklash uchun doim pasport kerak bo'ladi. Azizlar, hozir yana savol tug'iladi, bular aldayapti. Yo'q, men sizga tushuntiraman. Bu sim karta ishlashi uchun buni kimnidir otiga oformit qilish kerak. Bu shaxslarga oformit qilinmagan sim kartalar, bular firmalarga. Bu firmalar buni oformit qilgan o'zining otiga va o'z reklamasini tarqatyapti bu orqali. Azizlar, men sizlarga to'liq javob bera oldim degan umiddaman. Siz bilan Jamshid Naimov bo'ldi. 24 soat TV kanali. Kanalimizga obuna bo'ling va o'z fikringizni kommentariyada yoriting, azizlar. Xayr, salomat bo'ling.